Şu japalar bilan sizni og'ir kelgandan keyin qarshi olmasangiz bo'lmas, xo'jayin. Sehrgarlik uyushmasidagilar odil qaror ma'qullab, sizni qandaq bir taraf qilishni bekitdi. Deydigan gapingiz bo'lsa, ana shu chaqda qiling. Taslim bo'ling. Ko'rdimi? Baribir qachonmaysiz. Ser chamirkini qayta siz olaymiz. Lekin siz o'lib ketsangiz hargiz bo'lmaydi. Lekin agar Solina bo'lsa-mu, shunda qilgan bo'ladi. Derisi bo'lmasa o'zim acay. Bir, ikki. Ijodigar qiz, men sizni qutqizg'ili keldim. Nimaga kelding? Nimaga kelding deyapman. Bu nima deyish ketamdi? Sizni qutqizg'ili. Aldamchi. Kim seni avatdi? Bu qitim kim seni yolladi? Meni hech kim yollamadi. O'zim xolab keldim. Amsi darhol ketgin. Men sening qutqizishingga muhtoj emas. Demak, u oson. Men yordan qandoq yamashqinimni bilamsiz. Tırnaqlarimni mushundaq bo'lib ketdi. Sen bilan nima qarim? Yamishib chiqqandan keyin yamishib ketgin. Choq-choq qilyapsiz. Bu ahmaq. Sen nimancha holat? Nima tuyuqsizda bundaq qilgan? Hech bilmadingmi? Bu degan 13-nomer o'rinlashtirgan qiltaq. Qiltaq demakchimi? Bu nima deganing? Tafsili tushuntirishimning hojati yo'q. Sen hozir mening askarim emas. Aramizdagi kelishim amaldan qoldi degan edim-ku. Siz yolg'iz oxirlashtirman deb oxirlashtira olasiz. Qiziq gap bo'ldi. O'zing boshda qechib ketganding-ku. Shundoq, lekin o'chaqda 13-nomerning oldam xaltasiga tushibdimi? Sababi intayin oddiy. Sen mendan qo'rqding. Hozir shundoq. Xato emas-ku? Ha, shundoq. Lekin maxluq odamni jodigarlarning eng yomondan qo'rqmadisini taskinladi. Bo'lib bu askarlar uchun aytganda ehtiyotchan bo'lmasa o'limni kutib o'tirgandan farqi yo'q. Shundaqdimi bu qaboqlarni obdan eshitib qishingiz qaytib keldim-ku. O'shining yuzini qilib bo'lsa-mu, meni kechirib etmamsiz. Ha, xo'jayin. Ha, tushundim. Bo'ldilar. Intayin muhim bir gapni sizga demoqchiman. Seni qanday kayfiyatda
Qo'yib bilamsan? Senden qanchalik tasda ayrilganligimni bilamsan? 13-numur. Seni mendan tatib olgandan keyin ko'nglim shunchalik yerim bo'ldi. Seni qishimda ep qilish men uchun intayin oson. Lekin sen meni o'sh ko'rsan. Mendan bezor. Shu sababdan seni tutib qolamadim. Endi bo'lganda nemish qaytib kelasan? Sana zada nima kerak? Men sana nima bera olayman? Nima desam shuni beray. Endi mendan ayrilma. Mendan ayrilma. Oy, qachongacha yig'laydaysiz jodugar qizjoq? Burunqi o'xshash keskinroq bo'lsingizchi, ha? Men shunchalik azoblanib ketayotsam, hech ish bo'lmagandek tursan-ku. Samimiyroq bo'lib, menga tasalli berib qo'ysang nima bo'ladi, ha? Askar degan urushda o'lgan sabdoshlari oldidimi o'xshashda tomoq yeb o'ltira oladi. Bularni deyishmaydi. Arbas urush loyihasidan birini topdi. Askar! Sen bayağı Aribas dedin, ha? İlgirimi mushundoq bo'lgan. Uni qiltaq degandim-ku. Yana majburiy chaqirildik. O'lgur 13-numor. Asli mundaq ekan-da. Bu gaplarga ishonishga amalimiz yo'q. Bunun hammasi rost. Nol Epson qaytirish jadosini vinasida ishlatsa, barliq sehrni yo'q qilib yetalaydi. Siz urush vaqtida sehrni cheklab yo'qotibsiz, qandoq bo'ladi? Sehrni boshdan boshlab o'rganamiz. Solina mo'mamni shundoq orzu qilgan. Hey, ozroqmi taklif tuyg'usi yo'q. Mushu gaplaringizni ko'ydirib o'ldirilgan qarindoshlarimizning oldida o'xshashil deyalamsiz? Lekin yana kelib jazo maydonida o'zingiz 13-numurga qarshi chiqishga chaqirgandingiz-ku. Sehr ishlatibdi. O'zirik var buyruq chiribdi. O'g'illik sərdə quyosh tog' etikiga tushgan vaqtda barliq sehrgarlar qush qo'g'lash afsonini shuar qilib, davlat sehrgari 13-numurga qarshi yurish qilamiz. Askar. Sana ish bo'lmagandi. Nol. Nemishqa uyaga chiqib qoldingiz? 13-numur. Nol. Ko'zingizni yumib, quloqingizni etib eling. Men bu erga munosabatlik barliq xotiringizni o'chirib etay. Chaqchaq qilib atamsan, bunda qilishingga hargiz yo'l qo'ymayman. O degan mening askarim hozir mening qishimga qaytib keldi. Uni menga darhol qaytirib ber. Sehr qulupini undaq oson ocholmaysiz. Yuvashlik bilan saqlab turing, Nol. Menga buyruq tushirishingga ruxsat yo'q. Amsa boshqa chirakday. Xafa bo'lmay yuvashlik bilan saqlang. Men uni hozirda o'ltirib, sizning ruhingizni ozod qilaman. Ablah! 13-numur. Sal kechikkan bo'lsa-mu deb qo'yay. Jodugarlarni o'ldirmay turibmi bu jangni oxirlashtiradigan bir amal bor. Ovu jodugar qizning afson qaytirish jadusi bilan butun Venasdagi barliq sehrgarlikni yo'qotib olsakli bo'ladi. Sehrgarlik uyushmasidagilarning to'plangi, qovlangan jodugarlarning askiliklari hammasini hal qilib, oxirida buzrukvarning qo'lidagi kitobni tatib olsaqli ish tugaydi. Seningchi qandoq? Mushunda qilsak hamma ish o'ngishli hal bo'ladi. Shunisining hozirla men bilan jodugar qizni xo'shallik bilan yo'lga sep qo'yishini umid qilaman. Men rad qilaman. Ha? Nolning bu yerdan ayrilishining hojati yo'q. Jadu orqali sehrni qaytirmasimi bo'ladi. Hey, to'xta. Yana obdan o'ylish baq. Sen bu Nolning kitobini qaytirib olishni arzu qilasan-ku. Bu amalni ishlasak hamma odam. Undaq emas, askar.
13 numurning maqsadi Nölning kitobini qaytarib olish emas, Venasdagi urush ma'lumotchiligini to'xtatishmi emas. Nima? Bularning hammasi uning maqsadiga yetish yo'lidagi bir jarayon xolos. Sizga necha qatim dedi? Dörtlarni bir anlab tushunaladigan usulda tushundirsangiz qanda. Bu ablaqning maqsadi zodi nima? 13 numurning maqsadi o'g'irlangan kitobni qaytarib kelish uchun o'ngirdan chiqqan emasmidi? Acaba unda emasmidi? Fuqarolarning jodugarlarga nisbatan qalbida chunqur yildiz tatgan qo'rqinchni yo'qotish uchun oldi bilan yomon ish qiladigan jodugarlarni borliqqa keltirib, boshqalarga askiliklarini to'ntish kerak. Ondan xalqning oldida ularni o'ltirish kerak. 13 numur chiroyining qandoqligini belgili bo'lmaydigan buzrukvorning nomi bilan Nölning kitobini ishlatib, bu davlat sehrgarlikni keng tarqatdi. Ham sehrgarlar uyushmasida qudrat qo'li qilib, jodugarlarni to'plan ko'tirgizdi. Shuning bilan bir vaqtda o'zini haqqoniy yo'ldagi davlat sehrgari qilib ko'rsatib, xonliqqa kirib oldi. Siz buzrukvor bilan davlat sehrgarini bir odam demoqchimisiz? Shundoq. Yana kelib Nölning kitobi azaldan o'g'irlanib boqmagan. Bu ablaqni urushga atgan bo'yimlar qatorida bir taraf qilib etayli. Nima? Hay, qaysinglar ba? Mana. Bu ablaqning beshi, qini, put-qo'llarini yaxshi ayringlar. Maxluq odamning ortiqcha yerlarini boshqa yerlarga ishiltib qolamiz. Üstünüp qalay, unda qallanglar. Ordimi? Hamma ishni o'zing bir qo'lliq planlabsan. Bu ish plastiklarning hammasini asli sen qilsan. To'xta, midirdimi? Bu Tizlan. bu nima ish? Askar, Nima ish yuz berdi? Men sana aqli qobiliyati o'zimdan tuvan bo'lgan hayvonlarni kontrol qila olmayman deganda. Bu ablaq. Foydasi yo'q. Bu g'azablangan holting bilan nimani qilsang bekor. Odam qancha g'azablangan sari aqli qobiliyati shuncha tuvallaydi. Sehrgarlik uyushmasidagilarning to'pilig'i, qo'g'langan jodugarlarning askiliklarining hammasini sen keltirib chiqaribsan. Maxluq jangchi, men tuzib qo'yay. Bu rostla mening planim. Lekin jodugarlar bu yo'lni o'zi fikr yurgizib tanlagan. Ham o'zlari harakatga kelgan. O'zaro qarshilashish bo'lsa, kishilarning qalbida yillardan buyon yig'ilib qolgan g'azabtin bo'lgan. O'zingga qanmay, Venasda cho'ng bir to'polon yuz beradi. Men faqat to'polonning vaqtini oldiga surib qo'ydim xolos. Deganlaring suiqasd falsafasi o. Nol, sizning gapingizga men tuz kirgizib qo'yay. Men azaldan sehrgarlar uyushmasida qudrat qo'li qilmadim. Faqat sehrni Venasga keng tarqatdim xolos. Asli Nol sehrgarlar uyushmasini haqqoniy taraf qilib, ularning insonlar bilan birga yashashini amalga oshirish planini tuzgan edi. ularni o'lim yo'lini o'zi tanladi demoqchimisan? Shundoq. Ularni aytib nachar usulda Solina uchun o'ch olmoqchi bo'lib, insonlarning ishonchini yahadi qo'ydi. Shuning bilan men amalsizlikdan ularning royiga baqdim. Oxirida haqqoniy davlat sehrgardan iborat bu rolni o'ynashga majbur bo'ldim. Men hatto bu uyushmaning davlatning qo'g'daydigan haqqoniy uyushma bo'lishini ko'nglimga pukib, Nolning nomi bilan atgan edim. Lekin butunlay aksicha natijaga erishdim. Reallik bekmar hazır ekan. O'ylamgan ishlar doim yuz berib turdi ekan. Amaliyot nazariyadak undaq oson emas ekan. Xato tushunish, qisas keltirib chiqqan qisas. Mayli qaysi davrda bo'lsin, yangi davlat qurib chiqish jarayoni shunday sajjiliklar bilan to'lgan bo'ladi. Nol. Sizdan bularni bilishingizning hojati yo'q edi. Asli o'nkirda xotirjam holda saqlab turib, men bir qulluq yaratgan yangi davlatning qabul qilsangizlar bo'ladi. Sehr e'tiborlik mahorat bo'lib, butun dunyoga taralganda, siz sehrning simvoli sifatida dunyoga xo'ja bo'ladingiz. Haqiqat. Seningcha men shundoq bo'lishini umid qilamdim. Siz Nolning kitobi orqali kishilarga qulaylik olib kelib, turmushni texmi osonlashtiraman deganda, men sizga sehr dunyoni vayron qilib yetalaydi degan edim. Shundaqdimi siz xuddi kichik bola tush ko'rayotganga o'xshash bu kitobning go'zal bir dunyo yaratilganligini xiyol qilib yurdingiz.
Shuning uchun bu tushingizni amalga oshirib berishni o'yladim. Mundaqda shuning bilan bag'azir haddingdan oshding. Hozir dal oshundaq davlatni qurdigan payt keldi. Pat orada hamma ish oyoqlashidi. Biz tergan urug'lar biqlinib bo'ldi. Nima? Solinaning oxirgi avlodining chaqirqini anglagan barliq jodugarlar menga qarshi yurish qiladi. Mundaqcha aytganda, mening qonliq tilxat orqali sodiq bo'lishga va'da qilgan buzrukvar ekanligimdan xabarsiz holda qarshi chiqadi. Shuning bilan tilxatning kuchi bilan hammasi g'oyib bo'ladi. Ajiba. Sen rastlı bu davlatga barliq jodugarlarni qirib tugatmoqchimi? Ularning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, hammasini men uchun o'ldirib tugatmoqchimi? Sizga topshirdik. Ha, ma'qul. Chidab turg'in. Hozirla azobdan xalos bo'lasan. Men ularni o'ldirib bo'ldim deyman. Sizga ko'p rahmat. Lekin siz biz buzrukvarning buyrug'iga asosan 13-nomerga qarshi jazo yurish qilamiz. Chunki biz buning ziyonini eng to'van chekib tushirib, urushni oxirlashtiradigan amal ekanligiga ishonamiz. Sizlar urushni oyoqlashtirish uchun sehrni yo'qitimiz deyatsizlar. Uning asoli amalga oshmaydigan ishni bilib turibdiman. Lekin sizlarmi o'zinglar ishongan yo'lda meninglar. Usul o'qishimizmi, maqsadimiz o'xshash. sergarlar uyushmasi yig'ilib, ilqi gumonliq bo'lgan buzrukvarning buyrug'i bo'yicha ish qiladi. Shundoq bo'lsa-mu, Solina janoblari uchun intiqom ilova saqli bo'ldi. Nol, o'ldiganlarning hammasi jangning bo'lishini orzu qilganlar. Barliqini buzrukvarga topshirgan amoqat jodugarlar. 13-nomer. Ham Solinachi. Umi urushni orzu qilgan amoqat jodugar bo'lganligi uchun o'ldimi? Sen vabo taqatmagan bo'lsan, kanit puqralar uni o'ldirarmidi? Haqiqiy ahvol undaq emas. Vaboni men tarqatmadim. Balki jodugarning birdamlik hayotini bilan qilgan tajribasi vaboni keltirib chiqadi. Solina bo'lsa puqralarni qutqizish uchun murosim o'tkazdi. Natijada qor chaplinib o'lib ketdi. Bu Solina o'zining tanlashi emas. Arbascho. Uning eng yaqin tuqqini o'ldirib etildi. Bularni o'zing bilan qilch aloqasi yo'q demaydigan sen. O'nkirdagi qarindoshlaring-chi. Ular o'nkir ichida to'xtamasdan hech qanday ahamiyati yo'q munozir ib berishdan boshqani bilmaydi. Tarki bilan o'likining farqi yo'q. Faqat Nulla ularga o'xshamaydi. Men ilgari Nulning sirtqi dunyoni ko'rib beqishini o'tirg'a qo'ygan. Lekin ular Nulning iqtidoridan qo'rqib, uni hech yerga chiqarmadi. Amsa Nulcho. Sen uni tanlash fursati berdingmi? Uning nima o'ylayotganligini so'rab baqdingmi? Seningchi u kulib turib, shuncha ko'p eski jodugarlarni o'ltirayotganiga rahmat, damo. Haddingdan oshqili turdim. Rost shundoqkan. G'azab aql parasanlik ekan. Ish bo'lmasa, tenimni ozroq medirtib oldim. Balxiq jangchisi, sening 03-yilingni pido qilish ro'ying intayin qaltis. Agar ahvol boshqacha bo'lgan bo'lsa, Nolning xizmatkori bo'lishini xo'shallik bilan qalaydi. Lekin u sening ta'siringga bakli ko'p uchrab ketdi. Bo'ldi, asad qilma, 13-nomer. Sen Nolni hamrohlaridan ayirayotgandan keyin uning qanchalik yolg'iz tatqanligini bilamsan. Uning qishida mondashqadek bir erning bo'lishini qanchalik arzu qilganligini bilamsan. Qilganlarimning hammasi uning uchun. To'la jo'ylama. Sen uni majburlayapsan. O'zingchi necha kun safardosh bo'pla, Nolni tushunaman deb qoldim, ha? Ko'rigimni keltirmagina. Ha, intayin amoqat. Qo'rsaqqa amroq, ozroqmi adabni bilmaydigan johil, o'zini cho'chaqlaydigan, turmush savodi yo'q bir jodugar qizni qandoqmi changilib bo'lsin? Sen qancha g'azablangansiri? Aql qobiliyati shuncha tavallaydi degan idang'o. Ha? Shundaqmi? Qishimga kayx bo'lma. Men hozirmi jodugar qizning askari. Uningdan albatta ish haqini inson qiyofatiga qaytishim kerak. Shuning uchun sen menga bergan sehrli dorini
Askar, bu yoqqa kelma. Qaltaqqa tushdim. Men yandim. Yo'q. Men yandim 13-numar. O narsani qaytirib berdim. Ablah. Bilamsan askar, buni qaytirish demaymiz, balki ishlatish deymiz. 13-numar yodida yo'q, o'zini chatga olgan edi, oqibatchi qilib ketdi. Bu mening xatoligim emas. Amaliyotda men og'iz yomon arrani ancha o'shkamayman. Tayyorlik qilibdimi? Bitti, çatak yo'q. Yo'lga chiqaylik. Nol. Siz hozir menga hargizmi taqobil tura olmaysiz. O'zing jodugarlardan tatib olgan sehr kuching bilan meni yenga olalayman deb o'ylab qoldingmi? Mening nima uchun nol? O'zingning bo'lsa 13-numar deb atildig'ini unutib qoldingmi? Qarang'uliq jodigari. Siz yo'qdan bor qildigan tavranmas mezonga ega. Lekin ilm har qanday talant egisi ustidan g'olib keladi. Amsi sinab boqaylik 13-numar. Men sal xafa bo'lib qoldim. Qo'shilaman. Arudu, Gerudu, Indokiya, Tiyachiya, Arzu, ham armonlar orasida mavjudotni mesbegan umidsiz shah. Sening noming bilan qorong'ulik ichidagi dodlashgan darvozadan chaqiraman.